Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Alo. Işte. Assalomu alaykum. Assalomualaikum. Rahimjon aka nomerlari bilan bog'landikmi? Ha, Yaxshimisiz? Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Xayrli tong. rahmat, xayrli tong sizga. Rahmat, Allohga shukr. Akajon, avvalambor bugungi kun tavallud ayyomingiz Allohimga banda Habibimizga ummat bo'lgan 37 bahoringiz muborak bo'lsin. Rahmat. Har doim yaqin qadrdon insonlaringiz vaqtiga sog' bo'ling, salomat bo'ling. Bugungidek eng quvonchli kunlar sizni hech qachon tark etmasin. Yoshingizga yoshlar qo'shilib, Allohim umringizni ziyoda qilsin. Ayni fursatlarda biz sizni Yagona tabrik agentligidan kutilmagan qo'ng'iroq loyihasidan bezak qilyapmiz, Rahimjon aka. Ha, rahmat. Kamina boshlovchi Gulxayxon Mahmadyorov bo'laman. Bugun bizning loyihamizga sizni yaxshi ko'radigan, qadrlab e'zozlaydigan yaqin insonlaringiz nomidan tabrik xatlari kelgan. Nima deb o'ylaysiz? Bugun sizni kim tabriklab xursand qilishni xohlagan? Taxmin qilib ko'ra olasizmi? Tabrik bo'laman. Kim bo'lishlari mumkin? Oilam, ayolim, onajonim, dadam, uzoqdagi Litviya degan singlim bor. O'sha Alaq bilan. Albatta, to'ppa-to'g'ri topdingiz, Rahim aka. Mehribon jigarlarning ko'ngli hech qachon yanglishmaydi. To'g'ri topdingiz. Bugun sizni tabriklab xursand qilishni xohlagan insonlar birinchi o'rinda dadajoningiz, onajoningiz, qolaversa singlingiz Nigoraxon, qayinsinglingiz Marjonaxon va barcha yaqinlar nomidan sizning oila a'zolaringizdan bizga o'zingiz topganingizdek dadajoningiz, ayajoningiz va barcha yaqinlar nomidan bizga Lutfiyaxon, aka-ukalaringiz, jigarlar nomidan Lutfiyaxon tabrik xatlarini qoldirganlar. Rahmat, omadini bersin. Ukangiz Ziyodillajon ham bor ekanlar. Rasul aka, mana shu yaqinlar vaqtiga sog'-omon bo'ling. Rahmat. Ilohim chiroyli kunlaringiz ko'p bo'lsin. Mana shu yaqinlaringiz hamisha yoningizda bo'lsin. Agarda qarshi bo'lmasangiz, birozgina qimmatli vaqtingizni olsam-da, mana shu singlingizdan kelgan eng go'zal, samimiy tabrik xati bor ekan, e'tiboringizga havola qilsam maylimi? Mayli. Rahmat, ilohim sog' bo'ling. Uni diqqat qilasiz, boshladim singlingizdan kelgan eng go'zal, samimiy tabrik xatlarni. Assalomu alaykum, aziz akajonim. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Hayotingiz dunyodagi eng yorqin tuyg'ular va eng baxtli lahzalarga to'lsin. Sizning barcha ezgu va istaklaringiz ro'yobga chiqsin. Sizga hayot so'qmoqlarida qoqilmasdan muvaffaqiyat bilan bosib o'tishingizda va bu yo'l bilan birga maqsad sari olg'a intilishingizda tilakdoshman. O'zingiz erishgan yutuqlaringizning qadriga yeting va yanada ko'proq g'alabaga erishish uchun harakat qiling akajon. Biz sizni juda ham yaxshi ko'ramiz. Sizdek mehribon ekan borligidan hamisha faxrlanib, g'ururlanib yashayman. Siz oilamizning ustuni, onajonim, otajonimning suyanadigan tog'i, mehribon jigarlarning ishonadigan eng aziz do'stisiz. Akajon, sizni juda ham yaxshi ko'raman. Allohim shunday mehribon akalarim borligidan, shunday mehribon jigarlar bilan siylagani uchun Allohga ming bosh shukrlar aytaman. Mana shu aziz boshingiz joynamozlardan o'zga joylarga egilmasin akajon. Yangam bilan qo'sha qaring, farzandlaringizni rohatlanib ko'rib yurishib Allohimdan nasib etsin. Hech qachon dard, hasrat ko'rmang. Alloh bergan har bir kuningiz mana shunday xursandchiliklarda o'tishini so'rayman. Akajonim, mehribonim, sizni juda ham yaxshi ko'raman. Uzoq yurtlarda bo'lsam-da siz bilan qalban yaqinman. Vaqtimizga omon bo'ling. Quvonchli kunlaringiz ko'p bo'lsin. Alloh sizga nimani ravo ko'rgan bo'lsa, hammasini ortig'i bilan ziyoda qilgan bo'lsin. Akajon, inshaalloh chiroyli kunlaringiz ko'p bo'lsin. O'sha yaxshi kunlaringizda barcha yaqinlar, ota-onam hamisha yoningizda bo'laylik. Sizni juda ham sog'inganman. Akajonim, mehribonim, qadrdonim, sizdek akam borligi bu meni katta baxtim. Yoshligimdan eslayman, ko'chada meni birov xafa qilishga qo'rqar edi. Chunki meni sizdek mehribon akam bor edi. Akajon, hozir ham meni birov xafa qilishga
qo'rqadi, chunki sizdek mehribon akam bor, hamon yonimdasiz. Ilohim, yuzga kirganimcha yonimda bo'ling. Sizni juda ham yaxshi ko'raman akajon. Har tong uyg'onib, qibla tomon yuzlanib, qo'llaringizni duoga ochib, yaratgan Robbimdan nimani tilagan bo'lsaging, Allohim barchasini xayrlisidan ziyoda qilsin. Sizni yaxshi ko'rib qolguvchi mehribon singlingiz Lutfiyaxon deya tabrik xatlar yakun yasaganlar. Salomat bo'lsin. Baxtimga rahmat, kattakon. Rahmat. Hayot o'zi oliy bir hakam, tirik jon bori tugamaydi ekan. Shukur Tangrim, yolg'iz qo'ymading, yonimda bor qadrdon ekan. Yodimdadir bolalik chog'im, o'ynab o'sgan ul go'zal bog'im, hozir esa suyangan tog'im, yonimda bor qadrdon ekan deya Lutfiyaxon mana shunday go'zal tabriklarniga qo'shib she'riy satrni ham siz uchun qoldirgan ekanlar. Biz ham sizni jamoamiz nomidan chin yurakdan tabriklaymiz. Yaqinlar vaqtiga hamisha sog' omon bo'lishingizni Allohdan so'rab qolamiz. Rahmat, jamoamizni iloyim bundan-da ziyoda bo'lingizlar. Salomat bo'linglar. Bir yurak ostida yaralganimsiz, yiqilsam tog' bo'lib suyanganimsiz. 5 kunlik dunyoda o'zidan ko'proq men uchun omadlar so'raganimsiz. Har yerda yelkangiz suyanchim bo'ldi. Akam deb so'zlasam yuragim to'ldi. Bolalik chog'imdan, yoshlik chog'imdan men faqat bir sizga o'xshagim keldi. Men faqat bir sizga o'xshagim keldi. Ertaroq ulg'ayib qolgan akamay, dardimni mendan ko'p bilgan akamay. Sochlarim qorasin siz uchun beray, men uchun borini bergan akamay. Akajonim, 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 jonim akam. Akajonim, 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 jonim akam. Erkaroq bo'ladi ukalar bilsam, siz borsiz boladay qoldim men hardam. Yigitga 3 bora omad kelarkan, mening ilk omadim sizsiz jon akam. Yoshlikdan almashib kiyim kiyganim, yelkasi hamisha toychoq bo'lganim. Bir kosada ovqat yegan